Assalomu alaykum azizlar. Biz Asl Zari Chortoq filialidamiz. Xabaringiz bor, Marhabo Abdurahmonova Chortoq tumanida aynan shu filialimizdan demak savdoni amalga oshirgandilar. To'lovni vaqtida amalga oshirganliklari uchun ularda tillaga teng to'lov aksiyamizda navbatdagi sovrindori bo'lib, mana shu uzukni egasiga aylandilar. Hozir o'zlarining talablariga, isteklariga binoan ish joylariga borib, ushbu sovg'ani tantanali ravishda topshiramiz. Mana azizlar, 11-maktabga yetib keldik. Hozir Marhabo Abdurahmonovaga sovg'ani topshirishga oshiqib ketyapmiz. Azizlar, mana sovrindorimiz Marhabo Abdurahmonova yo'llaridamiz, pedagog ustoz o'qituvchi ekanlar. Kollektiv bitta qasya chop qo'yinglar, bekorga kelganimiz yo'q. Bular hozir endi dars jarayoni bo'lyapti bu tomonda. Alohida o'qituvchilar xonasida ekanlar. Kayfiyatingiz yaxshimi opa? Yaxshi, rahmat. Ishonmadingiz-a telefon qilgan? Yo'q, ishonmadim to'g'risi. Xabaringiz yo'qmi tillaga teng to'lov aksiyasi bilan? Yo'q, aksiyadan xabarim bordi. Qachon bo'lishini yutishimni xayolimga ham keltirmagandim-da. Xayolingizga keltirmagansiz? Yo'q, umuman o'ylamaganda. Siz sovg'angiz turib hozircha ochmayman, sababi buni qanday qilib qo'lga kiritganingiz haqida mana bizni mijozlarimizga e'lon qilsangiz. Qanaqa mashaqqati bor ekanmi? Nima ekan o'zi? Mashaqqati yo'q ekan, 2 oy oldin Asl-Zardan o'ziga olgandim. To'lovlarni o'z vaqtida qilib bordim. Shunaqa to'lov o'z vaqtida qilib borsangiz, shunaqa aksiyaga a'zo bo'lasiz deb telefonimga nima ham kodam kelyapti. E'tibor bermadim, to'g'risi ishonmagandim. Yo'q, ishonmaganim to'g'risi, yutishim mumkinligini. Tanish bilishmasmiz a? Yo'q. Hammasi haqqoniy bo'ldi. Birinchi marta ko'rishim haqqoniy bo'ldi. Qay darajada shaffof o'tdi bu aksiya? Juda shaffof o'tdi. Tanish bilishmasmiz. Haqqoniy bo'ldi hammasi. Men o'zim aytyapman, xabarim ham yo'q edi. Keyin Instagramga obuna bo'lib, keyin boshqatdan peredachani ko'rib chiqdim-da, ko'rsatuv ko'rib chiqib, keyin rost ekan dedingiz. Rost ekan dedim. Telegramga ham obunasiz a? Obunaman. Kuzatib boryapsizmi? Kuzatib bor. Endi kuzatib boraman. Ana endi hayajonli fursat azizlar. Asl Zardan siz uchun va'da qilingan ushbu uzugimiz tantanali ravishda taqdim etiladi. Qancha kelib. Muborak bo'lsin, otajon, tabriklaymiz. O'zi uzuk olgan ekansiz, mana ikkinchisi bonus. Ikkinchisi bo'ldi. Ha? Dva badman bo'ldi-da. Tabriklaymiz. Rahmat. Kimga uzuk oldingiz? O'zingiz uchunmi yoki? O'zimga oldim. Yo'q, o'zimga oldim. Buni nima qilasiz? Buni xudo xolasa kelinimga beraman. Keliningizga. Kelinimga beraman. O'zi kelib tushirib bo'lgansiz-a? Yo'q, endi tushirib. Endi olasiz. To'yga to'yon ekanda siz. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omadinglarni bersin. Rahmat. Endi bir og'iz omadli mijoz sifatida ushbu tillaga teng to'lov aksiyamizni sovrindori sifatida bir og'iz niyat bildirib qo'ying. Marhamat. Shu niyatim omadinglarni bersin, ishinglarning rivojini bersin. Marhamat, bemalol. Haqqoniy ekan, qayda? Albatta haqqoniy ekan. Hammaga maslahat berardim shu Asl-Zardan. Tilla taqinchoqlar juda ham nima edi, vыбор katta ekan, assortiment katta ekan, juda nimaga a'zo bo'lgandan keyin, Telegram, Instagramga a'zo bo'lgandan keyin ko'rdim. Juda chiroyli narsalar bor ekan. Hammaga taklif qilaman shunga a'zo bo'lish, shundan Asl-Zardan narsa tillalarni olishim. Endi bu sovg'adan tashqari yana sizga qo'shimcha sovg'amiz bor. Qo'shimcha sovg'amiz bu siz uchun juda ham asqotadigan podarka. Marhamat, qabul qiling. Rahmat, salomat bo'ling. Omadinglarni bersin. Azizlar, Asl-Zarda tillaga teng to'lov aksiyamiz davom etadi. Har oyning 10-sanasigacha siz ham to'lovlarni vaqtida amalga oshiring. Omadingiz kulib boqsa, mana shunday qimmatbaho sovg'alarımizdan biri sizga ham nasib etishi mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar.